Bugun men sizlarga shu pi degan ko'chatini qandoq butash to'g'risida ozroq bilganlarimni so'zlab beraman. Bu qochiq o'stirilgan pi degan ko'chati. Buni o'stirganda hech qanday butash ib bo'lmay qo'yib bersak, mana shundoq o'sib chiqadi. Endi biz butaydigan vaqtimizda dastlabda bu o'rinda birinchi qitimliq shu pi degan guli mishad ichilgan. Buni ichilgandan keyin men uzib o'tgan. Shu gul ichilgan o'rinning tövenidagi yo'pirmoq, bu yo'pirmoqqa shu yo'pirmoqning qo'ltig'idan chiqqan g'olni ep qolamiz. Undan keyin bu yo'pirmoqning ostidagi ikkinchi yo'pirmoq, buning qo'ltig'idan chiqqan g'olni ep qolamiz. Shuning bilan jami bir g'ol, ikki g'ol, mavi ana g'ol, aslidagi g'ol, ana g'ol, 3 g'olni ep qolamiz. Buning tövenidagi yo'pirmoqlarning orasidan qo'ltig'idan chiqqan g'ollarning hammasini uzib tashlaymiz. Mana mani ep qoldik. Buning ostidagi yo'pirmoq, bu yo'pirmoqning qo'ltig'idan chiqqan mana shuni evitimiz mana. Buni evatdik. Uningdagi mana yo'pirmoqning qo'ltig'idan chiqqan mana shuni evitimiz. Uningdagi shu ostlaridan chiqqan g'ollarning hammasini pokis tozalaymiz. Endi bu 3 g'ol bo'yicha bu o'sib yo'g'rab boradi. Undan keyin ustidan shundoq chayza pi degan tushishga boshlaydi. Mana har bir g'oldan. Bu uzoqgan seri buning butash usuli yana ayrim tushundirma. Hozir shunchalik so'zlab turaylik.